Bugun biz HTML va CSS yordamida zamonaviy mahsulot kartochkasi yasaymiz. Uzun market uslubida rasm, nom, narx va tugma bilan ishlaymiz. Faqat ikki texnologiya bilan Reality Commerce interfeys yaratamiz. Boshlaymiz. Avvalo biz konteyner yaratamiz. Bu oddiy quti, barcha elementlar shu ichiga joylashadi. Hozircha ekranda hech narsa ko'rinmaydi. Bu normal holat. Endi kartochkaga rasm qo'shamiz. Mahsulot rasmi paydo bo'ladi. Hozircha u katta va bezaksiz ko'rinadi. U hali boshlanishi. Keyin mahsulot nomini qo'shamiz. Rasmning ostida sarlavha paydo bo'ladi. Bu foydalanuvchiga nima mahsulot ekanini ko'rsatadi. Struktura asta-sekin to'ldirilmoqda. Endi narxni qo'shamiz. Mahsulot qiymati nomning ostida chiqadi. Hozircha oddiy matn. Keyin uni dizayn bilan ajratamiz. Endi tugma qo'shamiz. Foydalanuvchi mahsulotni savatga qo'shishi mumkin bo'ladi. Kartochka endi interaktiv ko'rinishga ega bo'ldi. Endi CSS orqali kartochkaga shakl beramiz. Oq foliy quti paydo bo'ladi. Burchaklar yumaloqlashadi. Rasm kartochkaga moslashadi. Endi u haqiqiy kartochkaga o'xshay boshladi. Keyingi bosqichda dizaynni yaxshilaymiz. Ichki bo'shliqlar paydo bo'ladi. Narx rang bilan ajraladi. Tugma chiroyli va bosiladigan ko'rinadi. Bu allaqachon professional daraja. Endi hover effekt qo'shamiz. Sichqoncha ustiga kelganda kartochka kattalashadi. Soya paydo bo'ladi. Tugma rangini o'zgartiradi. Bu foydalanuvchiga interaktivlik signalini beradi. Mana yakuniy natija. Oddiy HTML va CSS yordamida zamonaviy mahsulot kartochkasi yasadik. Endi siz ham shunday interfeyslarni o'zingiz yarata olasiz.